Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga biza 8 sotixdan iborat bo'lgan imoratni ko'rsatib o'tamiz. Qurilish turi to'liq pishgan g'ishtdan bo'lgan. Manzilga keladigan bo'lsak, manzil tor, mahalla fuqarolar yig'ildi deysizlar, yo'l ustidan 100 metrcha ichkari. Mahallani ham ko'ryapsizlar, juda akkuratligina to'liq asfalt qilingan. Gazdan, svetdan, suvdan, v общем muammo yo'q. Eng asosiysi kadastr hujjatlariga ega. Xonalar soniga keladigan bo'lsak, xonalar soni 7 ta xonadan iborat ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Ana bu joyi juda ham keng va katta bo'lgan darvozaxona qismi. Sanuzul qismi. Ana bu joyda juda ham keng va katta bo'lgan hop zalimiz. Oyoqdagi to'liq pol qilingan. Ana bu joyda yuvinish xonasi, vanniy xonamiz. Bu tarafda kichkintoylar yotoqxonasi va kattalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 100 ming AQSh dollar so'ralabdi. Ana bu joyda quyosh paneli qo'yilgan. Quyosh panelining o'zini 5 ming dollarga ustonovka qilganman. Akajon deb aytib o'tdilar. Hozir sof daromad 700 ming so'm oyga keladi. Bu degani svitga boshqa zorda turmaysiz. Svitni o'zi sizga quyosh panellari yetkazib beradi. Bitta kuxnyaga o'tadigan zona qilingan bu joyda. Ana bu joyda juda ham va keng bo'lgan zelyon zonasi. Bemalol 2 ta, 3 ta kuku uchun maxsus taklif desa ham bo'ladi. Ana to'rdagi xonalarga keladigan bo'lsak, 2 ta xona, bitta perxoshka qilib qo'yibdilar. Yoqqa bitta alohida akuka uchun mos. Ana bu joyda kuxnya qismini ko'rasizlar. Juda ham nejniy bo'lgan kuxnya qismi. Bu taraf ko'ryapsizlar, bemalol uy hovsalaring bo'ladi. Issiqlik tizimi o'zimiz o'sha eski rossiyskiy kotellar bilan karavotcha qo'yib qo'yibdilar, maza qo'yib turish uchun. Suvlar sepilgan, juda ham chiroyli bo'ladi. Xudo xolasa kechki kelsalaring salqingina bo'lib turadi. Ana bu joyda remont qilib olasizlar, xudo xolasa. Devorlar yorilib ketibdi. Hop, uchastkamiz haqida yana to'liq ma'lumot berib o'tsak, 8 sotixdan iborat qurilish turi pishgan g'ishtdan bo'lgan. Uchastkamiz sotuvga chiqyapti. Narxi 100 ming AQSh dollar so'ralyapti. Nasib bo'lsa ustida savdo qilib olishlari mumkin. Yo'l ustidan 100 metrcha ichkarida manzil, tor mahalla fuqarolar yig'ini. Eng asosiysi kadastr hujjatlari joppa joyida. Siraz notarius bo'ladigan narsani taklif qilamiz. Qimmat deyishga shoshilmang, albatta uyni ustiga kelsalaring, savdosi bor. Uchastka qidirib yurgan yaqinlaringizga videomizni ulashib qo'ysalaring, zero manfaatli bo'ladi. Taklif bizdan, tanlov esa har doimgidek sizdan. Yaxshi kuni ko'rishguncha, hurmatli obunachilar.